Yillar va hatto masofalar ham insonni tug'ilib o'sgan ildizidan uzoqlashtira olmaydi. O'tgan asrning murakkab davrida taqdir taqozosi bilan o'zga yurtlarga borib qolgan vatandoshlarimiz bunga yaqqol misol bo'la oladi. Bugun ular boshqa mamlakatda yashasada milliy urf-odat va qadriyatlarimizni unutgani yo'q. Vatandoshlar jamoat fondi hamkorligida tayyorlangan lavhamizda ana shu yurtdoshlarimiz haqida so'z boradi. 71 yoshlik Abdusalom Bo'ra bolaligida Afg'onistondan Turkiyaga o'tgan. Uning ota-bobosi O'zbekistonning Surxondaryo viloyati Dinov tumanida yashashgan. Bugun farzandlari va nabiralari bilan qarilik kechdan surayotgan otaxon hayotidagi eng muhim voqealarni shunday xotirlaydi. Shunday qavmim bor deydi. Turkman, O'zbek, Qozoq, Qirg'iz 4 qabilani deydi, men deydi olib ketaman deydi. Turkiyaga. Kim? Kenan Evrenbağ. Turkiyaning o zamanda Cumhurbaşkanı. Birleşim ülkenin kararı bilan bizni 5 yilgacha Türkiye mehmon qilaman deb olib keldi. 1 yil o'tgandan so'ng sizlar dedi, fas mamlakatga ketasizlarmi yo bo'lmasa dedi, bu yerda qolasizlarmi dedi. Turkiyaning biz ketmaymiz deb shu yerda qolamiz dedi. Turk so'yi bo'ldiqlaringni isbot qilingan. Qayerdan kelgansizlar dedi. Rahmat otam aytdiki, men dedi O'zbekistondan kelganman dedi. Surxondaryo Daynovdan kelganman. 1982-yili Turkiya hukumati Afg'onistonda qiyin vaziyatda qolgan minglab o'zbek oilalarini mamlakatga evakuatsiya qilgan. Ular orasida Abdusalom ota ham bor edi. Turkiya hukumati tomonidan 1984-yili har bir oilaga imtiyozli uylar qurib berilgan. Sizlar dedi o'zbek bo'ldiqlaringni isbot qiladi. Shu yerda isbot bo'ldi. Hamma bizni vatandoshlikqa qabul qildi. Mening so'yim ekan, mening jigarim ekan dedi. Men dedi bularga dedi tabiat beraman dedi. Aynı Türk milletiga nima bo'lsa dedi, men ham shularga dedi aynısını beraman. Hech bir ayrım qilmayman. Uylarimizni sozladi, yer berdi, inak berdi, traktor berdi. Allah Türk hukumatidan davomli yashasın. Biz hech vaqt nonko'rlik qilmaymiz. Turkiyaning Ceylan Pınar tumanida turli millat vakillaridan iborat 100 mingga yaqin aholi yashaydi. Siz tasvirda ko'rib turgan mana bu mahalla esa O'zbek mahallasi deb nom olgan. Bu yerda 500 dan ortiq o'zbek oilalari istiqomat qiladi. Ceynal Pınardagi o'zbek mahallasi mana shu tepalikdan juda yaxshi ko'rinib turadi. Bu yerlar o'tgan asrda o'zlashtirilmagan hudud bo'lgan. O'zbek vatandoshlarimiz bu yerlarni obod qildi. Dehqonchilik qilib, bozorlarni arzon meva-sabzavot bilan ta'minlashga o'z hissasini qo'shmoqda. O'zbeklar mahallasida istiqomat qiluvchi 500 ga yaqin oilalarga Turkiya hukumati tomonidan har biriga 1 gektardan yer ajratilgan. Ular bu yerga paxta, bug'doy, poliz ekinlari, qovun, tarvuz deysizmi, ekishadi va asosiy tirikchiligi ham shu dehqonchilikdan ekan. 1 hektar yerimiz bor. Shunga paxta egamiz, undan keyin makka egamiz, bug'doy egamiz, pomadir deymiz, pomadir, badiring, bayinjan, qalampir shularni egib, qovun O'zbekistondan olgan qovunlarimiz bor, ularni egib, shu bilan guzaranchilik qilishadi. Bergading taxminan 500-600 oila yashaydi xonading. O'zbek 2000 ga qarib nufusi bor. Bir shuncha ham bo'lsa tashqari ko'ch ketgan. 2000 ga yaqin bola bor, o'qiyotgan bola bor. 2 ta o'qilimiz bor. 1dan 8 ga davr o'qil bor. Bu yerda mayda bolalar o'qigandan keyin shaharga ketadi. Davlatga ishlayotganlar bo'lsa davlatga ishlaydi. Qurumga ishlayotganlar, rasmiyatga ishlayotganlar shuga rasmiyatda ishga boradi. Ceynal Pınardagi o'zbek mahallasidagilar O'zbekistonda vatandoshlar jamoat fondi tashkil etilgandan so'ng ota-bobolarning kindik qoni to'kilgan yurtga bo'lgan mehr-muhabbatini fond tomonidan amalga oshirilayotgan turli loyihalarda faol ishtirok etayotganligi bilan namoyon etmoqda. Joriy yilda jamoat fondining Chinor loyihasida bu mahalladan bir necha nuroniylar O'zbekistonda bo'lib, yurtimizda amalga oshirilgan ulkan o'zgarishlarga guvoh bo'ldi. Qahramonimiz Abdusalom ota ham yaqinda O'zbekistonda bo'lib qaytdi. Qahramonimiz Abdusalom Bo'ra otaning xonadonida o'zbek urf-odatlari unutilmagan. Mehmon kelsa albatta osh pishiriladi, hurmat va izzat ko'rsatiladi. Ular bilan suhbatlashar ekanmiz. Eng katta orzusi ota-bobosining yurti O'zbekistonga borish ekan. Ruxsora G'afurova, Sirajiddin Hoshimjonov, Hudud informatsion dasturi uchun Turkiyadan.